Men Dehqonov Jamol Qurbonaliyevich, Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasi metabolik va bariatrik jarrohlik bo'limi mudiriman. Tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali jarroh. Ilmiy va amaliy ish stajim 14 yil. Hammamizga ma'lumki, hozirgi kunda butun dunyoda, shu jumladan bizning respublikamiz O'zbekistonda ham metabolik va bariatrik xirurgiya, ya'ni bemorlarni jarrohlik yo'li bilan ozdirish hamda qandli diabetning jarrohlik yo'li bilan davolash usullari bo'yicha bir qancha ishlar qilinmoqda. Shuning uchun hozirgi kunda respublikada birinchi marta bizning klinikamizda, demak, aynan shu sohaga ixtisoslashgan metabolik va bariatrik jarrohlik bo'limi ochildi. Va bu bo'limda shu bemorlarni nafaqat xirurgik jarrohlik yo'li bilan davolash, balki bizning klinikamiz ko'p tarmoqli klinika bo'lganligi uchun bir qancha mutaxassislar, endokrinolog, psixonevrolog, diyetolog, gastroenterolog, kardiolog, terapevt kabi qo'shimcha mutaxassislar bilan birgalikda ularni jarrohlikdan oldingi tayyorgarlik hamda jarrohlikdan keyingi davrda bo'ladigan reabilitatsiya masalalariga alohida e'tibor bermoqdamiz. Shu bilan birgalikda bu bo'limda nafaqat demak metabolik va bariatrik xirurgiya, ya'ni ozdirish va qandli diabetga xos bo'lgan operatsiyalar, shu jumladan kam invaziv turdagi barcha jarrohlik amaliyotlari, oshqozonning laparoskopik reziksiyasi, ya'ni oshqozon va 12 barmoq ichak kasalliklarida ularni xirurgik davolashning kam invaziv, ya'ni kesmasdan teshiklar yordamida bajarish operatsiyalari, shu jumladan o't yo'llari va o't qopidagi kam invaziv laparoskopik jarrohlik amaliyotlari, shuning bilan birgalikda endobiliar, ya'ni o't yo'llarida qilinadigan kichik kam invaziv jarrohlik amaliyotlarini ham bajarib o'tamiz. Shuning bilan birga bemorlarda metabolik va bariatrik xirurgiya bo'lganligi uchun bu bemorlar keyingi davrlarda qorinda ortiqcha terining osilib qolishi tufayli osilgan qorin yuzaga keladi. Shuning bilan birgalikda qorinning oqchig'i cho'rasi, amaliyotdan keyingi ventral cho'ralardagi abdominoplastika, ya'ni qorin old devorini me'yordagi proporsional estetik jihatdan yuzasini shakllantirishga bag'ishlangan xirurgik jarrohlik amaliyotlari ham bajarib o'tiladi. Bizning bo'limimizda, ya'ni klinikamiz qoshidagi metabolik bariatrik xirurgiya bo'limida endoskopik usuldagi jarrohlik amaliyotlari, ya'ni yumshoq endoskopiyada bajarilayotgan jarrohlik amaliyotlari, ya'ni bu endoskopik papillosfenterotomiya, o't yo'llaridan toshlarni endoskopik usulda olish, qizilongach to'rimalarini endoskopik balon kengaytirish, shuningdek qizilongach varikoz kengayma venalarini jigar sirrozlarida endoskopik digirlash, ya'ni bog'lash yo'llari yo'lga qo'yilgan. Buning uchun biz bemorlarga hech qanday tig' tekkizmasdan kam invaziv, ya'ni jarohatlarsiz, tig'siz bajarish xirurgik amaliyotlarini yo'lga qo'yganmiz. Shuning bilan birgalikda bizning bo'limimizda bemorlar uchun barcha qulay sharoitlar mavjud. Hamma palatalarimiz alohida palata bo'lish bilan birgalikda yangi zamonaviy Wi-Fi texnologiya, yangi televizorlar, konditsioner, xolodilnik va har bitta palatamiz alohida bo'lib, bemorlar uchun barcha qulay sharoitlarga ega.